Wherever she is born, Dunyoning qayerida bo'lmasin, qiz dunyoga kelgan oila va jamiyatdagi sharoitlar qiz bolaning shaxsiyatini va hayotga ko'z qarashini shakllantiradi. Uning bolalikdagi kechinmalari uning katta yoshdagi hayotini va hatto ijtimoiy hayotdagi o'rnini belgilaydi. Ota-onasi, qarindoshlari va tevarak atrofidan eshitganlari asosida bolaning dunyoqarashi shakllanadi. Yoshligida olgan ta'limi, tinglagan hikoyalari, diniy hukm o'laroq berilgan nasihatlar, an'anaga aylangan muomala qoliplari uning shaxsiy hayotini barpo etadi. Xo'sh, islom mintaqalarida yoki musulmon oilasida o'sgan qiz jinsiyati bilan bog'liq qanday qabullar bilan o'stiriladi? Kelajak umri mobaynida ongidagi asoslarni tashkil etuvchi diniy hukm va rivoyatlar unga qanday ta'sir qiladi? Ayol zotining yaratilishi haqidagi hayratomuz rivoyatlarni filmimizning birinchi qismida Qur'on hukmlari doirasida ko'rib chiqqan edik. Qur'onga ko'ra, dinlashtirilgan urf-odatlarning aksiga ayol o'z yaratilishida erkakdan hech qanday noqisligi yo'qligi haqida mutaxassis olimlarning javoblarini keltirdik. Biroq, biz uchun eng muhimi muslima ayollarning bolalikdan o'smirlikka, balog'atga o'tishdan noto'g'ri hukmlar va xurofiy an'analar tufayli duch keladigan qiyinchiliklariga xolis baho berilishi. Filmimizning ushbu qismida bir muslima qizning o'smirlikka, uning ortidan balog'at hayoti sari yo'lini kuzatishda davom ettiramiz. Bu yo'lda uning qarshisida chiqadigan og'ir, to'siq va cheklovlarni mavzu qilib olamiz. Islomda ayollarni xatna qilish bordir. Ayollar xatnasi deganimiz ayol jinsiy a'zosining faqat kichkina parchasini kesib tashlashdan iborat xolos. Ayol erga tegishidan oldin hech qanday muammoga duch kelmasligi uchun bu an'ana amalga oshirish o'ta muhim. تخلي الست نفسها تكون متضايقه في حياتها قبل ما تتجوز يعني. Ayollar maktabga borib yaxshi ta'lim ola olmaydi. Ularning erkin hayot haqida gapirish deyarli imkonsiz. Ayniqsa Tolibon va IShID kelganda ayollar o'z uylaridan chiqa olmay qoldilar. Ular hatto ta'lim ola olmaydigan bo'ldilar. Guvohlikda bir erkak ikki ayolga teng. Ayollar aqllari bilan emas, hissiyotlari bilan qaror bergani bois bir erkak ikki ayolga teng. Ammo erkaklar har doim aqli bilan harakat qilishadi, his-tuyg'ulari bilan emas. Shariatga ko'ra qizlarni 9 yoshida erga berish mumkin. Payg'ambar davrida qizlar 9 yoshida erga berilgan va shundan buyon shariatda shunday. Ayollarga nisbatan ushbu diskriminatsion hukmlar Allohning hukmlarimi? Qiz bolalar maktabga bormasin, din darsidan boshqa bilimlar o'rganmasin va bu ta'lim doirasida ishlamasin degan diniy hukm bormi? Qizlar maktabga borib bilim olishi kerakmi? Yoki ba'zi radikal toifalar aytganidek, uyda berkinsinmi? Ayollarga yozishni o'rgatmanglar. Ularga faqat Nur surasi va to'qish tikishni o'rgating, deyiladi hadisda. Hayratda qoladi odam, chunki hamma narsaga tamom teskari bu. Axir ilk kelgan vahiy o'qi deb buyurib turgan bo'lsa. Ayollarga yozish o'rgatmanglar deganmish payg'ambar. Bu hadismiş, Peygamber Efendimiz böyle demiş.
Ularni ko'cha taraf xonalarda o'tkazmang. Hozir ham bu hadisni eng sahih sanab yurgan ulamolarimiz bor. Sağlam zanneden alimlerimiz var. Hakim Termiziy aytadiki, agar siz ayollarga yozishni o'rgatsangiz, bu tashqarida erkaklar bilan oson muloqot qurishga yo'l ochadi. Kolay yoldan temas kurmaya yol açar diyor. Ko'chaga yaqin xonalarga ham o'tkazmang, chunki u qosh ko'z ishorati bilan ham muloqot qilishi mumkin. Girişebilir diyor. Onun için bunları Eng yaxshisi hibsxona hayotida tutish degan ma'noda talqin etadi. bir görüş izah ediyor. Ammo payg'ambarimiz bunday deyishlari mumkinmi yo'qmi tekshirib ko'rsak. Söyledim söylenemeyiz. Bu hadisning ilmdagi nomi bilan mavzu, ya'ni uydirma hadisdir. Bizim ilmi tabirimizle mevzu yani uydurma bir hadistir. Orta Çağ'da Hristiyanlar da O'rta asrlarda ba'zi nasroniy ruhbonlarning fatvolari bor. Hristiyan papazlar, din adamları kadınların yüksek katlarda Ayollar yuqori qavatlarda o'tirmasin, o'qish va yozishni o'rgatmanglar, faqat diniy ta'lim olsinlar kabi fatvolar. bu kadını nasıl yetiştirelim? Bu nasıl hata Ya'ni or nomusli ayol bo'lsin, xato gunohlardan tiyilsin, orzusi bor va bunga erishish uchun uni ilm, loqatdan, ko'chadan uzoq tutish kerak degan tasavvur bor. kadın yetiştirme Bu tasavvurning bizdagi musulmon olimlarga ham ta'siri o'tgan. bizi etkilemiş. Erkak va ayollarning ta'lim olishi diniy buyruq. Har bir musulmon erkak va muslima ayol solih va soliha shaxsiyat bo'lishi uchun ta'lim olishda birdek haq, huquq va imkonga ega bo'lishlari kerak. Qur'on erkakmi, ayolmi, bundan qat'iy nazar barchani ochiq tarzda o'qishga, aql yuritishga va ilm olishga tashviq etadi. Shunga qaramay, ba'zida qizlarni ta'lim va tarbiyadan uzoq tutishadi. Bundan tashqari qiz bolalarni erta turmushga berish yana bir muhim muammo. Islom diniga ko'ra, norasida qizlarni erga berish mumkinmi? Asl haqiqat rostdan ham shundaymi? Islom diniga ko'ra, norasida qizlarni erga berish mumkinmi? Muhammad payg'ambar Oyshaga hali voyaga yetmagan yoshida uylangani rostmi? Payg'ambarimiz Oyshaga uylanganida Oysha 9 yoshda edi. Bugun ba'zi mintaqalarda qizlarni 12-13 yoshida hali voyaga yetmay turib turmushga majburlashadi. Biroq bu masalada uzoq yillar ilmiy izlanish olib borgan mutaxassislarning fikrlari umumiy qabullardan tubdan farqli. Oysha haqida tortishuvlar odamlarni chalg'itib keladi. Emishki 5 yosh, 6 yoshida nikohlanib, 9 yoshida tegibdi va hokazo. Bularni birma-bir tekshirib chiqib tasdiqlash imkoni bugun yo'q. Bu haqda 100% u yoqda tursin, 51% ham ishonarli ma'lumot yo'q. Bu tortishuvlar aslida payg'ambarni hurmatiga zarar beradi xolos. Oysha onamiz nikohlanganida 9 yoshda edi degan hikoyalar bor, ammo ayni paytda 18 yoshda edi degan tadqiqotlar ham bor. Islom hukmlariga ko'ra erkak va ayol voyaga yetmay turib nikohlanishi mumkin emas. Al-Azhar universiteti tibbiyot fakulteti Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada UNICEF bilan hamkorlikda islomda yosh bolalar mavzusida tadqiqot olib bordi. Tibbiyot fakulteti bolalarning miya va psixologik rivojlanishini o'rganib chiqdi. Natijada Al-Azhar bosh muftiysi nikoh yoshi kamida 18 yosh bo'lishi kerak deb fatvo berdi. Hech qanday istisnolarsiz. Payg'ambarimiz Oysha onamizga kichik yoshda uylandi degan hadis nega uydirilganini anglash qiyin emas.
Aftidan hadis roviysi bir norasidaga uylangan edi yoki o'z davrining hukmdori o'sha norasida go'dakka uylangan edi va buni qonuniylashtirish uchun payg'ambar shunday qilgan degan hadis uydirildi. Bir hadis uyduruldu. Qur'onning biror oyatida norasida qizlarga uylanish halol degan hukm chiqarish mumkinmi? Taloq surasining 4-oyati bilan isbotlashga urinishadi. Musulmonlar Qur'onga qarshi qilishi mumkin bo'lgan eng katta haqoratlardan bittasi mana shu. Agar barcha dushmanlar yig'ilib kelsa ham Allohning kitobida bunday haqoratni qila olmaydilar. Talak suresindeki ilgili ayete geldiğimiz Taloq surasidagi bu oyatda lam yahidna deyilgan. Bu umuman hayz ko'rmaganlari emas, balki hayz ko'rmayotganlarini bildiradi. değil. Hayız görmeyenler anlamında. Hayz ko'rish yoshida, lekin hayz ko'rmayotgan yoki ma'lum muddat ko'rgan u keyin hayz ko'rishi to'xtagan ayol yoki qiz haqida o'sha oyatni olib hali beshikdagi go'dakni turmushga berishga dalil deyish aqlga, mantiqqa, oyatga va fitratga ziddir. Dair delil olarak ileri sürmek akla da, mantığa da, ayete de, fıtrata da aykırıdır. Bu ayette hiç Bu oyatdagi lam yahidna iborasi hech qachon hayz ko'rmagan yoki endi ko'rmaydigan ayollarga ishora qiladi. veya olmayacak kadınlardır. Ayette verilen Oyatga ma'no berilganda esa hozir hayz ko'rmayotgan, kelajakda hayz ko'radigan qizlar deb tarjima qilingan. adet görmeyen Aslida mana shu xato tarjimadan boshlangan barcha xato. buradan asıl Hech hayz ko'rmagan yoki hech hayz ko'rmaydigan. Bu kim bo'lishi mumkin? Bu faqat menopauzadan o'tgan, hech qachon hayz ko'rmagan yoki tartibsiz hayz ko'rgan ayollar bo'lishi mumkin. Bu ayollar tanoq qilmoqchi bo'lsangiz, ular ham 3 oy iddat tutishi belgilangan Qur'onda. Bu oyatda norasida qizlarga uylanishga bahona topmoqchi bo'lishadi. Oyat esa aksincha, norasida qizchaga uylanmaslik haqida. bahsediyor. Ilohiyotchi olimlarga ko'ra, yosh qizchaga uylanish uchun ishlatilgan Taloq surasining 4-oyatida hali hayz ko'rmagan yosh qizchalar haqida so'z yuritilmagan. Balki hayz ko'rmaydigan va fiziologik buzilish tufayli hayz ko'rmayotgan, ko'ra olmayotgan ayollar. Yana ilohiyotchi olimlarning fikricha, Taloq surasidan tashqari Niso surasining 6-oyatida kichik qizlarni nikohlashni taqiqlovchi yana bir hukm mavjud. Qur'on nikohda mana shu bu yosh deb raqam bermaydi, lekin bu yerda e'tibor bersak, oyatda nikoh chog'i haqida zikr etadi. Avval balog'at chog'i, keyin yana nikoh chog'i bor. Bu juda muhim jihat. Shuning uchun oyatda balog'at chog'i deyilmagan, balki nikoh chog'i deyilgan. Erme çağı demiyor, nikah çağı diyor özellikle de. Bizzat bu ayette Bu oyatda nikoh chog'i deya zikr qilingan. Alloh nikoh yoshida rushd bilan teng zikr etadi. rüşt ile eşitler. Rushd insonning yaxshi va to'g'rini farqlay oladigan, Ve doğruyu ayırt qo'liga mol-mulk berilganda uni tasarruf eta oladigan, edildiğinde uni isrof qilmaslik qobiliyatiga ega bo'lgan yoshni bildiradi. yeteneğine sahip olma Agar u rushd yoshiga to'lmagan bo'lsa, hech kim uni nikohlash mumkin emas. hiç kimse tarafından evlendirilemez. Der ki, Rushd yoshi deganda shu yetimlar voyaga yetgunlaricha ularga tegishli mulkni siz tasarruf eting. Balog'atga yetganida agar ularning rushdga yetganini anglasangiz, mol mulkini topshiring. Demakki, jismoniy balog'at yoshi yetarli emas. Balog'atga yetgandan keyin qaraymiz, unga bu mulk bersak, pulni boshqargan, tujjorlik, aqlli, boshqara oladigan saviyadami yo'qmi? Agar yo'q bo'lsa, kechirasiz, hali mulkni topshirib bo'lmaydi. yine teslim edilmiyor. Mazkur oyatlardan ma'lum bo'lishicha, qizlar jismoniy jihatdan balog'at chog'iga yetganlarida, aqliy jihatdan rushd chog'iga yetishganlarida turmush qurishlari mumkin.
Bu ikki shartdan birortasi noqis bo'lsa, nikohga to'siq bo'ladi. Biroq urf-odatlar dinida Qur'ondagi bu mezonlarga e'tibor ham berilmagan. Bolaning boshdan kechirgan biologik o'zgarishlari uni erta turmushga berish uchun sabab sifatida ko'rsatiladi. Xuddi botil urf-odatlar ortidan ergashganlar ayollar hayz kunlarida nuqsonli va ibodatdan uzoq turishlari kerak deydilar. Qaysi ko'rgan ayollarning kundalik diniy amallardan, ibodat joylaridan yoki ba'zi taomlardan, ba'zi yumushlardan uzoq tutuvchi qator talablar ko'plab xalq va elatlarda o'rnashgan. Ayollar ham iloji boricha ularga amal qilishadi. Payg'ambar zamonlarida ham oldingi johiliyat davridan qolgan e'tiqodlar bor. Johiliyatda butlarga qurbonlik so'yish marosimlarida hayz ko'rgan ayollar qatnasha olmagan, ya'ni ular ibodatlaridan uzoq tutilgan. Yahudiylarda bu yanada ikir-chikirigacha tartibga solingan. Ularda hayz ko'rgan ayol yanada ko'proq narsadan uzoq turishi kerak. Rivoyatlarga kelsak, payg'ambar bu johiliy odatlarni buzishga harakat qilganini ko'ramiz. Kur'an'ın kadının dinini yaşama noktasında Ayolning dini erkakka nisbatan yarimta degan Qur'onda ayollarning haqqi cheklangan degan iddaolar Baqara surasining 222-oyatiga ham zid. döneminden söz eden Bu oyatda hayz haqida so'z ketganda ayollarning diniy hayotiga hech qanday taqiq qo'yilmagan. söz etmez Allahu Teala. Oyatdagi taqiqlar aksincha erkaklarga kelgan. Kadına da yönelik bir yasak. Ayollarga biror taqiq yo'q oyatda. Ya'ni hayz paytida erkak kishi ayoliga yaqinlik qilishi taqiqlaydi. Hanımın Ayolning biror diniy amalni bajara olmasligiga zarracha ishora ham yo'q. yemeyeceği noktasında en ufak bir ima dahi yoktur. Payg'ambarimizdan so'rashdi: "Yo Rasululloh, mana shu oyat keldi, nima qilishimiz kerak?" Dedilarki, jinsiy aloqadan boshqa bemalol. Ya'ni oldingi johiliy barcha tasavvurlar bekor qilingan. Shu jihatdan qarasak, ayol kishi hayz holatida birinchidan nopok emas, ikkinchidan nojas emas, uchinchidan ibodat qila oladi, roza tuta oladi, ma'batga kira oladi, muqaddas kitob o'qiy oladi. Bular bir paytlar Isroilotdan musulmonga ko'chirilgan e'tiqodlardir. Musulmon qizlar duch keladigan va Qur'onda yo'q yana bir urf-odat bu ayol qizlarni xatna qilish. O'ta kichik yoshda go'daklarga jiddiy shikast yetkazuvchi bu amaliyot haqida mutaxassislarning fikrlari diqqatga molik. Ayollarni xatna qilish aslo va aslo islom dini yuklagan vojibot emas. Bu amaliyot aslida islom ishonch e'tiqodiga zid ekanini alohida ta'kidlab o'tishim kerak. Ayol xatnasi islomdan oldingi davrlarga borib taqaladigan odat. Ko'proq Shimoliy Afrika qavmlarida amalga oshiriladi. Shimoliy Afrika qavmlari orasida ba'zi xristian jamoalar ham ayollarni xatna qilishgani ma'lum. Chunki bu ulardagi milliy madaniyatning bir parchasi. Masalan, Sudanda xatna qilingan xristian ayollar bor. Afsuski, uni g'arb ayollar xatnasini go'yoki musulmon odati deb ko'rsatishga urinadi. Sababi g'arbda ayollar xatnasini islom dinidagi urf-odatlardan deb bilishidir. Sizga shuni aytaman, bu amaliyot islom dinida mavjud bo'lgan bir amaliyot emas. Bu Arab yarim orolidagi johiliyat amallaridan bittasi xolos. Kız çocuklarına çok küçük yaşta travma yaşatan bir Kichkina qizlarni go'daklik yoshidayoq jarohatlaydi va balog'atga yetgach jinsiy majruh qiladi. Ham jismoniy salomatlik, ham ruhiy salomatlik jihatidan qiz bolalarga nisbatan qilinadigan jabr. Ammo ulamolarimiz qayerdan topgan bo'lsa ham qizlar uchun bir hadis topibdilar bu borada.
Shu rivoyatni ishlatib, Misrda va ba'zi Afrika o'lkalarida bu ishni davom ettirmoqchilar. Bu işi devam ettirmek istiyorlar. Bu diniy masala emas, din yuzaga keltirgan masala ham emas, din fatvo chiqaradigan ham emas, yechim topishi kerak bo'lgan masala ham emas. Bu bir qavmning urf-odat va madaniyat masalasi. Bu kültürel bir meseledir. Ayollarni xatna qilish Afrika odati, lekin afsuski kimdir uydirma hadislar orqali buni islomga kiritib, ko'plagan ayolni xatna qilishgan. Diqqat qiling. Musulmon olamida 100 milliondan ortiq ayol mana shunday uydirma oqibatida xatna qilindi, majruh qilindi. Bunchalik ko'p zararli oqibatlarga olib kelgan uydirma soni tarixda juda oz. Bu uydirmaning islom va Qur'onga aloqasi yo'q. Shu bois Bosniya kabi, Turkiya kabi ko'plab musulmon o'lkalarda uydirilgan bu odat umuman e'tiborga olinmaydi. Xulosa shuki, Muhammad payg'ambarga Qur'on nozil bo'lishidan oldingi ko'plab urf-odatlar keyinchalik islomga kiritilgan va bugun ham din sanalmoqda. Qur'on nuzuli bilan taqiqlangan yoki ixtiyoriy qoldirilgan ko'plab amallar tersiga burilib, diniy amr sifatida ommaga taqdim etilmoqda. Bugun ba'zi hududlarda ayollarni islomiy va'zlar yordamida jamoat joylaridan, ijtimoiy hayotdan chiqarishga harakat qilinmoqda. Ta'lim olish huquqidan mahrum etilmoqda. Xo'sh, payg'ambar davrida ayollar kundalik hayotda faol qatnasharmidi? Turli kasb-hunarlar bilan shug'ullanarmidi? Yoki majburan uyda o'tirisharmidi? Payg'ambar hayotligida va vafotidan keyingi ilk davrdayoq musulmonlar ijtimoiy hayotda erkak ayollar birgalikda yashaganini ko'rsatuvchi qator misollar bor qo'limizda. Bu misollarga qaraganimizda shuni ko'ramizki, u davrda ayollar ham ayollarga ham erkaklarga mudarrislik qilgani, muntazam jome'ga qatnaganlari aytiladi. Bu ularning jamoat ishlarida faol bo'lganligini ko'rsatadi. Jamoat ibodatlariga qatnashardilar. Hatto payg'ambar hayotligida urushlarda ham qatnashardilar. Jang maydonlarida ilk tibbiy yordam tashkil etar va yarador va xastalarga qarardilar. Shifo ismli mashhur bir ayol bo'lgan. Tibbiyotdagi ilmi bilan tanilgandi. Shuning uchun ham Shifo ismini olgandi. Hatto payg'ambarimizni bir necha marta davolagani aytiladi. Islomiy mavzulardagi faoliyati ham bilingan. Payg'ambardan bu borada ilm o'rgangan va Hafsa onamizga ham dars o'tgan. O'qishni, yozishni bilgan sanoqli ayollardan biri bo'lgan. Ya'ni islom huquqi va boshqa sohalarda ilmli bo'lgan. Ummu Hasan al-G'ozi ismli ayol tabiba va mohir jarroh bo'lgan Abu Usayba Tabaqot al-Attiba kitobida bu ayol haqida yozadi. Ayollar madaniyatlarida juda muhim vazifalarni bajarishlari mumkin. Islom ularga bunday haqni beradi. Payg'ambar ba'zi juftlariga o'zi yozishni shaxsan o'zlari o'rgatganlar. Bu ayollar hali ayol zotining qadrini oliy qiluvchi madaniyatning qurilishida muhim rol o'ynaydi. Muhammad alayhissalom vafot etganida musulmonlar soni 124 mingga yetgan edi. Payg'ambar ta'limoti ostida yetishgan elita liderlarini o'rgangan olimlar 8 ming lider bo'lganini aniqlaganlar. Bular orasida mingdan ziyod lider ayollar edi. Bu raqam o'sha davr ijtimoiy faoliyati uchun o'ta yuqori ko'rsatkich. Bu ayollar payg'ambar ta'lim va tarbiyasini olgan, risolani yoygan, iymonlarini qurgan va islom davlatini qurganlar. Islomning ayollarga munosabatini quyidagilardan anglash mumkin.
Islomda ayollar ilmiy faoliyatdan go'yo chetlatilgan, go'yo birorta ayol mufassir yo'q kabi gaplar to'g'ri emas. Masalan, shu misolni ko'ring. Oysha onamiz Qur'onni tafsir etganlar o'ta keng ilmi bilan har bir oyatni tafsir eta olardi. Muhammad alayhissalomning barcha ayollari Qur'onni tafsir eta olardi, chunki bu borada ta'lim olgandilar. Bundan tashqari erkaklarga ijoza ham berardilar. Olimalardan savollar bormi deya so'lardilar. Islom mutafakkirlaridan Ibn Asokir takriban 80 ayoldan dars olganini aytadi. Ayollar bozorlarda aylanardi. Xalifa Umar narxlarni tekshirish uchun sotuvchilarning muammosini nazorat etish uchun 2 ayol tayinlagan. Payg'ambarimiz u paytda har birini alohida shaxs deb bilgani uchun ayollardan ham alohida bayat oladilar. Qur'onda ham zikr qilingan bunday bayat ayollar bayati nomi bilan mashhur. Bu bayat juda muhim moddalarni o'z ichiga oladi. Ayollar payg'ambarga bo'ysunishga so'z beradilar. Har qanday buyruqqa emas, balki ma'ruf ishlarda, aqllari qabul etgan ishlarda bo'ysunishga bayat berishadi. Bu juda muhim ko'rsatkich. Chunki shunday deyilishi mumkin edi. Erlardan shundoq ham bayat olamiz. Ayollardan ham bayat olgan sanaladi. Yo'q, unday deyilmaydi. Makkadan Madinaga hijrat qilgandan keyin Hazrat Umar kelib payg'ambarga shikoyat qiladi. Xotinlarimiz oldin bizga itoatkor edi, ammo hozir quroq solmay qo'yishdi, chunki Madinadagi hayot Makkadagi hayotdan farqli ekan. Bu yerda ayollarga ko'proq erkinlik berilgan ekan. Ya'ni islomdan oldingi cheklangan erkinliklar maydoni islom kelishi bilan yana yangi darajaga chiqqandi. Ijtimoiy hayotdagi erkak-ayol qiyoslarida ayollarning guvohligi ham doim tortishilgan mavzu. Bir erkak guvohligi 2 ayol guvohligiga teng degan umumiy ayblov ko'pincha islomga qarshi qo'llanilgan iddaodir. Bir ayolning guvohligi yarim guvohlik degan fikrni go'yo isbotlash uchun Baqara surasining 282-oyatini keltirishadi. Ammo bu oyatga qarasangiz, undagi mavzu o'zaro qarz mavzusi, ya'ni moliyaviy oldi-berdi masalalari ekanini ko'rasiz. And vis-a-vis the testimony of one man in that particular circumstance. Bu oyat qarz tilxati bilan bog'liqdir. Boshqa hech bir guvohlik zikr etilgan oyatda erkak ayol deya ajratish yo'qdir. Umumiy qoida: erkak va ayollar o'z mutaxassislik sohalarida teng vakolatlarga ega bo'lishi shartligi qoidasidir. Moida surasining 106, 107, 108 oyatlarida vasiyat haqida gap ketganida erkak ayol deya ajratmasdan, hatto musulmon va g'ayridin o'rtasida ayirmasdan eng quyi darajada guvohlik ham guvohlikka yarasha aytilgan. Bundan tashqari taloq mavzusida zinoni isbotlashda hatto erkak ayol bir-birining nomusiga doir da'volarda ham o'zaro guvohlik keltirganlarda erkak ayol guvohligi teng yuridik kuchga ega ekanini, erkak ayol orasida hech qanday kamsitish yo'qligini osonlikcha ko'rish mumkin. Guvohlik bilan bog'liq noto'g'ri tushunilgan vaziyat Baqara surasining 282-oyati bilan bog'liq. Bu oyatni diqqat bilan o'qisak, qarzlarni yozgan kishiga guvohga zarar berilmasligi aytib ta'kidlanadi. Oyatda qarz orilishlarda bosim qo'llashi, guvohlarning guvohlik berishdan qochishi kabi holatlar borligini ko'ramiz. Guvohlarga ham guvohlik berishdan qochmaslik buyuriladi. Oyatda Alloh taolo bu guvohlardan qochish holati borligini va 2 erkak guvoh keltirilishini aytdi. Diqqat qiling, Alloh 2 erkak va 4 ayol demaydi. 2 erkak guvoh toping deydi. Muxtasar qilib aytganda, istalmagan guvohlikda mas'uliyat erkaklarga yuklanadi. 2
erkak guvoh topilmasa, bir erkak va bir ayol guvoh bo'lishi kerak. Bu yerda guvohlar sonining orttirilishi bilan ayollarni bosimlardan himoyalanadi. Mabodo birov ayolning guvohligini o'zgartirmoqchi bo'lsa, birdan ortiq ayolning guvohligini o'zgartirishi lozim bo'ladi. Qiyin vaziyat yuzaga keladi. Natijada guvohlarga yengillik yuzaga keladi. Oyatda ta'dilla deyilgan, ya'ni ayollardan biri adashsa, boshqasi eslatadi deyilgan. Xo'sh, ayol qanday qilib guvohlikdan adashishi mumkin? Agar kimdir unga bosim o'tkazsa, buzib guvohlik bersa desa, u holda ayol o'zini chetga tortishi mumkin. Ana o'shanda ikkinchisi unga eslatadi. Faqat guvohlar soni ko'paygani uchun bosim o'tkazish ehtimollari ham ozayadi. Qisqasi bu oyatda shuni ko'ramizki, guvohlik ko'pchilik o'zini olib qochadigan holat. Bunday qaltis vaziyatda mas'uliyat erkaklar zimmasiga yuklatilmoqda. Aslida bu ayollarga nisbatan pozitiv diskriminatsiyadir. Qur'on nuzulidan oldingi davri Muhammad payg'ambarning da'vat qilgan yillari va undan keyingi asrlar orasida ijtimoiy va siyosiy sharoitlar jiddiy o'zgarishlarga uchragani sir emas. Bu o'zgarishlarni bilish diniy hukmlarni xolis va to'g'ri talqin qilishning muhim bir shartidir. Fatima Mernisining Paranji va erkak elita nomli kitobida musulmon dunyodagi ayol dushmanligini mukammal shaklda yoritib beradi. Talabalarimga eng ko'p tavsiya etganim kitoblardan biri mana shu asar. Chunki muallif payg'ambarimizning vafotidan keyin bu tushunchalar jamiyatda qanday o'zgarishlarga uchraganini ochiq tarzda ko'rsatib bergan. Muallif Muhammad payg'ambarni ayollar haqlari borasida hamda arab jamiyatida ayollar duch kelgan muammolarni isloh etish borasida haqiqiy qahramon sifatida ko'radi. Ammo atrofidagi boshqa erkaklar Muhammad payg'ambar kabi ochiq fikrli bo'lmagani bois, uning vafotidan so'ng islohotlarni davom ettirmadilar. Mernisiga ko'ra, mabodo payg'ambarimiz yana ko'proq umr ko'rganlarida boshlagan islohotlari jamiyatda yanada chuqur ildiz otishiga imkon bo'lardi. Ammo uning vafoti ortidan boshqalar kelib, payg'ambar qilmaydigan ishlarni ayollarga nisbatan amalga oshirdilar. Natijada islom jamiyati ma'lum o'zgarishlar sari yuz tutdi. Ayollarning huquq va ijtimoiy hayotdagi yutuqlari Muhammad payg'ambardan keyin yana bir muddat davom etdi. Ammo afsuski, yillar o'tib, ayrim masalalarda johiliyat davri odatlariga qaytish boshlandi. Bu jarayon ayniqsa ayollarning zarariga bo'ldi. Uydirilgan rivoyatlar, voz kechilolmagan botil odatlar va Qur'on oyatlarini buzib tafsir qilish payg'ambardan keyingi davrdan to hozirgacha ayollarni jamiyatning eng kuchli sohalaridan chetlatishiga yo'l ochdi. Ushbu chetlashuvning izidan izlanishlarimizni davom ettiramiz. Ayollarning ijtimoiy hayotdagi bugungi mavqeini hamda qo'llaridan tortib olingan haqlarini mutaxassis olimlar bilan birga tadqiq etamiz.